Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari. Mana navbatdagi apparatimiz yig'ish jarayonidamiz. Ozgina ish qolgan. Yangi jatkalarni qo'yib bo'ldik. Xudo xolasa o'ta yangi holatda beshiklarimiz mana chiroyli holatda turibdi. Shu yig'ish jarayonida ketyapti. Xudo xolasa bugun yig'ib bitiramiz. Yana obzorga qo'yamiz. Shu mana dugalari, ignalari hammasi radniy holatda, yangi, somon kirmagan apparat. Mana ichlarini ko'rishlaringiz mumkin. Ichlari juda o'ta chiroyli holatda turibdi. Shu magazinini endi xudo xolasa endi hozir ustamiz kelyapti, yig'amiz. Shu magazin ozgina qismlari qolgan, yig'ish jarayonidamiz. Xudo xolasa shu bitirib olsak yana bir obzor tashlaymiz. Hammaga rahmat.